Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Bugungi video roligimiz qulupnaylarni changlatish haqida bo'ladi. Qulupnaylarni changlanishi bizda asosiy ishimiz. Dehqonchiliklardagi har bir dehqonchiliklarda ham, bog'dorchilikda ham changlanish asosiy ish hisoblanadi. Mana bu changlanishlar, nektar yig'ishlar holati mana bu teskari ekib qo'yilgan ekan bittasi. Mana shunaqa soyotibdi. Yaxshi bo'lmasa ham bu hosildorlikka o'z salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Mana yaxshi changlanganligidan me'yorida bo'ladi-da. Chunki bu gulimiz ochildimi, yangi gul ochildimi? Oshiqcha gullarni olib tashlaymiz. Yangi gul ochilgandan keyin buni o'sha ochilgan kuniyoq yo ertasiga qoldirmasdan asalarimiz changlash kerak. Mabodo changlamay qolsa, bu ochilib turaveradi. Ochilib turib, asosiy yetuk urug'lar gulchanga kelib tushmaydi. Natijada hosilimiz mayda bo'lib qoladi. Agar gulimiz ochildimi, darrov shuni asalari changladimi, bu changlangan mevamiz darrov kattalashni boshlaydi. Biologik holatda juda ham ravon, tekis ishlaydi. Arini shuning uchun kerak deyiladi. Agar biz arini qo'ymasak yo changlatishni imkonini qila olmasak, bu gul ochilib turaveradi. Vaqtlar o'tib ketadi. Toza gulchanglar, urug'lar tushmaydi. Changlanmagandan keyin bu asta-sekin aynishni boshlaydi va hosilimiz kichrayib boradi. Shuning uchun biz, aziz do'stlar, reklama bo'lib qolmasin, iltimoslardan to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Har xil arilardan foydalanib ko'rdik. Biz Biobest arisidan foydalandik bu yil. O'tgan yil ham ko'rganmiz. Biobest arisi ishlash jarayoni juda ham yaxshi. Changlanishi, e'tiborlisi, changlanishi juda ham yaxshi changlanadi hosilingiz. Keyin buni ishlash jarayoni tekis. Saldan saliga arazlab qolmaydi. Namlikdan arazlamaydi. Haroratdan arazlamaydi. Ishlash tezligi yaxshi. Mana 30-noyabr kuni olib kelgandik. Hozirda bugun 30-noyabrdan beri mana ishlayapti. Bir oy bo'lib qoldi. Ishlayapti. Xudo xolasa kam ko'zsiz ishlayapti. Changlanishlarni yaxshi olib boryapti. Kirib chiqishlari, gulchangni tashishlari yaxshi. Mana ko'rishimiz mumkin. Arilarimizning qatnovi ham juda ham joyida. Mana bu yemi bor. Mana buni yem deyiladi. Shu mabodo insektisidlar ishlatsangiz 3 kun, 5 kunga olib chiqib qo'ysangiz, mana bundan 1 gram tashlab qo'yishingiz kerak. Bu bilan oziqlanadi. Mana 1 oy bo'lyapti, lekin biz bundan 1 gram berganimiz yo'q. Sababi biz bu yerda organik himoyalar bilan himoyalanamiz. Asalarimizni qopqog'i bekilgani yo'q. Har kuni ochiq turadi. Ishlash tekis jarayoni yaxshi ketyapti. Mana shu 30 sotix joyga, mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, 30 sotix joyga bir dona asalar qo'yganmiz. Unda guli kam edi. Endi shu kunlarda yana bitta qo'shamiz. 2 ta qilishimiz kerak. Chunki ko'rib turibsiz, gullar juda ham ko'paygan. Endi mana shu kunlarda Xudo xolasa bularga bitta sherik olib kelib qo'yamiz. Mo'ljalimiz yana ishlaydi bular hali. Xudo xolasa ishlash jarayoni yaxshi ketyapti. Ular o'zi ishlamayotganda o'zi changlamay qo'yadi.
salafanlarga o'zini uradi. Hozircha biz qandaydir ko'rganimiz yo'q. Bir salafanga o'zini urib nobud bo'lganini ham ko'rganimiz yo'q. O'zini yaxshi his qilyapti. Bir to'g'risini aytaman, biror marta hali bular o'zini aqa-baqa urgan joyini men ko'rmadim, kuzatmadim to'g'risi. Kun isib ketsa shabadalatamiz. Qarov yaxshi bo'lsa o'ljamda yaxshi bo'ladi shekilli ularni ishlashi. Tagidan yulinib chiqmadi. Mana. Mana. Astoydil asalni to'plab kirib olib chiqishyapti. Ko'z tegmasin yaxshi. Boshqa arilarni ishlatib ko'rdik, lekin biz uchun qulay eng yaxshi ishlayotgani yo'qotishlarsiz ishlaydi bu. Biobest arisi yo'qotishlarsiz ishlaydi. 10 gradusda ham bemalol ishlayapti. Kuzatib tursangiz maza qilasiz. Mana changlatuvchi arilarimiz changlayotibdi mana. Arilarimiz ishlayapti. Xudo xolasa Biobest arilardan olganmiz. Juda ham yaxshi ishlayapti. Changlanishlari yaxshi. Xudo xolasa ko'z tegmasin. To'xtamay ishlarkan haqiqiy. Umuman to'xtash degan narsani bilmas ekan. Arilar ishlatib ko'rdik, lekin Biobest yaxshi ishlayapti. Endi yaxshi narsani yaxshi deysizda. Reklama bo'lib qolmasin ammo. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Shunaqangi bilgan narsalarimizni sizlar uchun ilinib boramiz. Mehnatimizni qadrlab, like tugmalarini bosib qo'yasiz degan umiddamiz do'stlar.